Hurmatli o'zim, bugun dunyoga kelganimga 24 yil bo'ldi. Shu chorak asr mobaynida men sportchi, aktyor, murabbiy yoki jurnalist bo'lishim mumkin edi. Ammo bu hayotda barchasi siz o'ylaganchalik bo'lavermaskan. Hayot har erta tongda siz uchun yangi sinovlar, saboqlar va imkoniyatlar taqdim etaverar ekan. Har bir kun tajriba ortidan yoshga yosh qo'shib boraverar va sizga rejalar taqdim etar ekan. Ba'zan ortga qaytib, eng shirin damlarga, ya'ni bolalikka qaytish imkoniyatini xumsashga majbur qilar ekan. Mening hikoyam 2001-yil 16-may yomg'irli kechada boshlangan. Menga Allohim dunyodagi eng buyuk ota-onaga qo'shib jannatiy 4 opani inom etgan. Mening shu 24 yil ichidagi eng katta omadim aynan shu insonlardir. Bugun men o'zimni emas, yashab o'tgan davrim mobaynida men uchun eng shirin, unutilmas 24 yilni taqdim etgan ota-onam, opalarimni tabriklamoqchiman. Men hali yoshman deya chorak asr yashadim. Endi ulg'aydim. Qarzlarni qaytarishga yo'lga chiqyapman, qadrli yaqinlarim.